Assalomu alaykum. Xo'p, bizaga yana dvigatel постоянного тока ta'mirlashga, ya'ni remont qilishga olib kelishdi. Buni ochib, defektini ko'rdik. Abrif bo'lgan, korpusga nisbatan urgan va abrif bo'lgan. Xudo xohlasa obmotkani polni hammasini yechib, yangi simlar bilan simlarni ustiga laklari bundoq qayiltirganda sinib ko'chib tushyapti. O'zi bu yetilib bo'lgan, o'zini ishlash davrini, ya'ni srok ekspluatatsiyasini o'zi o'tab bo'lgan. Deyarli 10 yildan oshiq ishlagan. Xo'p, bu obmotka возбуждения, ya'ni magnitniy polni sozovat qilib berib turadigan obmotkasi. Buni ham urib yuborgan. Qorayib ketgan. Qimirlatsa o'zi chochilib ketdi. Mana. Полный 4 возбуждение, обмотка возбуждения и yakkacha obmotkalari almashadi. Kollektor qismi hozircha ko'rinishidan normalniy, yaxshi holati. Xudo xohlasa bizlarni kuzatishda davom etinglar. Buni qilib olib ishlatayotgan videolarimizni, obzorlarni ham qilib beramiz.